Bismillah. Aziz, muhterem, suyumlik Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım, hammanglarga Allah'ın salamlari olsun. Bugün o'xshamagan bir mavzu bilan qarshinglarga chiqib qoldim. Maqsadim kitob tanishtirish. Mavzu haqni topmoq uchun o'qiyli. Bu bir chaqiriq intonatsiyasidagi mavzu bu. Bugün ko'pchilikka asasen bir kitobni tanishtirmoqchi. İkkini tanıştırman ama birini asasen tanıştırım, asas kılıp tanıştırım. Maksat şu. Şunda olsa gapni şu kitap bilan başlaşma bir az tomtaq tuyulduğandek kılıdı. Şuna bir az lirik çekiniş şekilde kıstırım bayanlar bilan başlay. Pişkan medeni milletlerde millet hayatındaki büyük vakalar, hadiseler, tarihi şahslar hakkında xatir qoldirildi. Voqea hodisalar haqida tafsiliy bayonlar bo'lib boqolmay, yana aqliy xulosa chiqarildi. Chunki uningda nurg'un saboqlar bo'lishi mumkin, tajribalar yakunlanishi mumkin, muhokamalar, muloyizalar o'tirib qo'yildi. Va bular bir tarixiy hujjat sifatida qog'oz yuziga tushirilib, kutubxonalarda saqlanadi. Kitob qilib. Hatta her yerinin öz yerlik tezkirleri yazılıp çıkılıp saklangan bo'ladi. Bu udum qachondan boshlab davomlashayotganini bilinmasimi, herhalde necha asrlardan beri shunday bo'lib kelayotganligini jazmlashtirish mumkin. Oldingi videolardan birida deganimdek, biz Uyg'urlarda tarix yozadigan odat yo'q. Şairlar işitmang beşik olsun minglab tökülüdüyü ama öz tariximizni, öz tarix kitaplarımızını mənbə qilib yazıp çıkış mümkün emas. Şairlarning qanchasini dünya şair deb itiraf qiladi, bu ayrım bir münazir demisi. Ama hiç bo'lmasa o'zini şair qilib oladiganlar hisobsiz nurg'un. Yurtda yig'iliq, yurtda afat, yurtda qatliamlar yuz berib turadigan bo'lsa-mu, shoirlar qo'shmaq o'dak jup kepinak turdiki she'rlarni yozib kelganki, bugungacha shu zaman hayoti haqida uchurga erishish baktas. Ya'ni shu zamandagi siyosiy hayot, shu zamandagi siyosiy o'zgarishlar, ofatlar, katliamlar, qirg'inlar, urushlar ve şu zamanda yaşap ötken büyük kişiler hakkında uçur yok. Şiir yazımız, aşk meşk yazımız. Bu haqda burunqi videoda deb o'tganligimdan bu yerda yana ko'p takrorlamayli. Bugunmi o'zimizning milliy hayoti, milliy kechmishi, taqdir qismatlarimiz haqida yozadiganlar shoirlar qadar ko'p bo'lmagan taqdirdimi, shularning 1/1 sonda bo'lgan bo'lsa bek yaxshi bo'ladi. Afsuski yo'q. Burunmi deganimdek 5-iyul Urumchi qatlamidek bir parcha kelgan bugungi kundami. Bularni boshdan kechirgan bir munch qalamkash bo'lishib qaramay, ziyolilar bo'lishib qaramay, bu qonliq hodisani yezib qo'yganlarning borligi bilinmadi. Bugungi uchun bilinmadi. O'tirib chiqmadi chunki. Bu kadar bir qonliq hodisani xotirlash, tarix sifatida xotirlash ve bunun cemiyatshunoslik nuqtasidan
manbasini tekshirish, oqibatini tekshirish, psixologik natijalarini, siyosiy natijalarini tekshirish hech qilinmadi. Chet elga chiqqanlarning ichidami bir muncha qalamkash bor. Aşı vaqada Ürümçide yaşaganlarning ichida. Ama bunu yazmadı hech kim. Demek bizning bunday bir odatimiz yo'q, qarindoshlar. Uningdan keyin bo'lsa, shu anda davom qilayotgan umumiy qatlam haqida bir ilmiy emgak o'tirg'i chiqmadi deyishga bo'ladi. Del mana shu nogironlik tuyg'usiga ketib o'tgan kunlarimda muhtaram inim Məmtimin A'la bilan mushu mavzuni so'zlashib qolgandik. Məmtimin o'zining bu qatlam haqidagi psixik analizlarini bir oz deb o'tgan edi. Mana bek yarab ketdi. Ve kaşki şu deganlaringizni kitob holatida ko'rsak deb orzuladim. Məmtimin ilgari ingliz tilida bir kitob yozganligini bir kitap yazganligini dedi. Ama Uygurca bir kitapның qanchalik qarshi olinishi ehtimoli haqidagi endişelerimi, dilg'olliqlarimi yo'q emas edi. Buni tushunishga bo'ladi. Chunki bizning ahvolimiz o'tirida. Har qanday bir yozuvchi o'zining asrining keng ko'lamda taqilishini, o'qilishini arzu qiladi. Onun istiqbaliga qayg'urmasligi mumkin emas. Men nima bo'lmasin bu qadar cho'ng bir hodisaning tarifi, analizi, xulos qilinmasa, qandaq bir millat biz degan hasratli qarashimni ta'kidlab, bu inim Məmtiminga rag'bat bergan bo'ldim. Məmtimin buni yezishga qaror berdi. Bilasizlar, men normalda kitap okup özünü terbiyeleşki bel bağlayan yaşlarımızga Uygurca kitaplarını bek tavsiye qilmayman. Rejam shu buningdagi. Uygurca kitaplar ichida bilim og'idagi kitaplarning yo'q hisobda bo'lishi. Bu yerda tanishtirdig'im Uygurca kitap. Bugun chet elda nashr qilinayotgan kitaplar ichida birdan bir degidek bilimsel kitap. İlgirim şundaq bir bilimsel kitap Məmtimin A'laning qo'lidan chiqqan, bugun yana biri Məmtimin qo'lidan chiqdi. Uyg'ur tilidagi tavsiyaga loyiq bek az kitaplardan ikkisi mana shu Məmtiminning emgaklari deyishim mumkin. Bu tırnaq ichidagi bir izohatim. Oxiri tırnaqdan sırtıq kelgan vaqtimizda oxiri millatimizda tunji qatim millatning umumiy qismatida ko'rilgan cho'ng bir hodisa haqida umumiyuzlik ta'bir, analiz, xulosa qatorliqlarni qapsagan bir asar Uyg'ur qatliami maydonga kelgan bo'ldi. Bu Məmtimin A'laning Uyg'urlar psixologiyalik urushda nomli kitobidan keyin bu milletke sungan büyük bir emgekidir. Bu kitapның ahmiyeti, muhimligi haqida qanchalik to'xtalsammi ta'riflab tugatolmayman. Hatta buningga mening kuchim yetmaydi. Chunki buni ta'riflash, buni izohlash, buni ko'pchilikka tunutish mening saviyamni eshib tushdi. Shu mening kuchim yetmaydi. Lekin bu yerda bir necha nuqtani kuchimning yetishicha ko'pchilikning diqqatiga sunaman. Birinchi muhim tarafi millatimizda o'z qismatida maydonga kelgan buyuk hodisalar haqida tarixga izna bo'lgudek bir bayon, ta'rif, tasvir, analiz, xulosa qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oladigan bir tadqiqotning yozilishi tunji qatimliq ish bo'lishligidir. Onun ilgirisida bunday bir eser yozilib bakmadı qarindoshlar.
Eğer ilgiri milletning qismatlarida ko'rilgan cho'ng voqea hodislar haqida mushundaq tadqiqotlar yozilgan, e'lon qilingan bo'lsa, ko'pchilik asl tupaqsi bo'ladi. Menimcha bu asar bu jihatdagi tunji asar bo'lishligi bilan tariximizda alohida o'rin tutadi. Ilgirki Uyg'urlar psixologiyalik urushda nomli asarmi o'z sohasi bo'yicha yana bir tunji edi. Türkçede ilik. Bir ilik o'tdi, endi bu bir ilik. Navbatdagi Uyg'ur qatlami yana bir tunji, yana bir ilik bo'lishligi bilan muhimdir. Yana bir tarafdan Uyg'ur qatlami bugun Uyg'ur hayotida ko'rilayotgan, davom qilayotgan bir voqea bo'lishligi bilan. Balkim nurg'un Uyg'urlar go'yo hammamiz biladigan bir ishqa xabarimiz bor. Bularni takror bayon qilib berishning nima keragi? Har kundagidek bu vaqt xabarlarni ko'rib turyapmiz deyishlari mumkin. Balkim shunda qarash tufayli bu kitob ko'pchilikning diqqat sirtida qolayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu kitob siz ko'rayotgan xabarlarga o'xshamaydi. O xabar emas, o bir ilmiy asar. Bu kitob xabar emas. Uyg'ur qatlamini xabar qilishni maqsad qilgan kitob emas bu. Bu bir ilmiy asar. O bizga millat hayotida yuz beradigan cho'ng voqea hodislarni qanday shaklda ta'rif qilish, qanday tahlil qilish, qanday xulosalashning ulgusini yaratgan bo'lsa, biz xabarlar orqali asla erishamaydigan siyosiy orqa ko'rinishlar, psixik harakatlantiruvchilar haqida nurg'un bilimga ega qilamiz. Eng yaqinqi va ko'pchilikka tonish bo'lgan o'xshash voqeani misol qo'ysak. Ikkinchi dunyo urushi davridagi Yahudi qatl-ami, Holokost haqida minglarcha kitob yozildi. Tarix nuqtasidan, siyoset nuqtasidan, jamiyatshunoslik nuqtasidan, psixologiya nuqtasidan, milliy munosabatlar nuqtasidan, diniy nuqtadan. Bu va hokazo sonsiz kitoblarda tahlillar ilib berildi. Holokost hadisi iniga, bo'yiga bas munozir qilindi. Hatto bugungacha yangi bayqashlar o'tirib qo'yilish to'xtag'ini yo'q. Ammo Uyg'ur hayotida o'xshash voqea haqida tunji qatim o'z millatimiz ichidan chiqqan bir ziyoli tarafidan mushundaq bir ilmiy asar yozilib, yo'riqlikka chiqarilganligi, ta'sirlanarlik boshlanish bo'lsa-mu, xalqimiz xuddi sezgisini yo'qotgandek his tuyg'usiz o'tkazib o'tmoqda. Men sizlarga o'xshash kundalik hadislardan xabardor. Qatlamdan xabardor. Beşimizga kelayotganlardan xabardor. Chunki mening bevosita oilamdan 3 kishi, 2 bolam va ularning onasi Xitoyning turmusida. Demak, texmi konkret, texmi bevosita azobni his qiluvchilardan biriman. Shunday turib, bu kitobning oldingi bo'lakidagi bayonlarni yig'lab turib o'qidim. O'zimni to'xtatib ololmay o'qidim. Gerçi bu bayonlarda so'zlanayotganlarning hammasi menga tunishlik bo'lsin. Ya'ni sizlar ko'rgan xabarlarda ko'rilgan bo'lsin. Men shu yerdan ko'rgan bo'lsam. Nimasi bilandir yanada yangi va dahshatli tuyulib, o'zimni to'xtatib ololmadim. Bo'libmi dahshatning umumiy ko'lami bir kitobda to'planganda sizlar xabarlarda bir bo'lakdan anglaysizlar. Shundaqmi? Parcha anglaysizlar. Bu dahshatning umumiy ko'lami bir kitobda to'planganda va bu dahshat iniga, bo'yiga analiz qilinib, uning keltiradigan boshqa yondosh oqibatlari, orqadan keladigan psixik va siyosiy oqibatlari haqidagi tasvirlar qo'shilganda kishining qalbini zilzilga solmay turolmaydi. Qatlamga uchraguvchilarning psixik holati. Bu qatlamga yuzilishdagi siyosiy, jismoniy, ruhiy zimin. Shundaqli qatlam yurgizguchilarning siyosiy g'arazi, psixik holati, jismoniy va moddiy zimin qatorliqlarning shunchalik qoyil qilarlik tahlillari
Voqeaga qarata yana boshqa turli tushunish taqdim qilish bilan qolmay, mushundaq bir emgakni vujudga chiqargan bir tadqiqotchining o'z kishimiz bo'lishi bir iftixor vasilasi bo'lib qalbimizni to'ldirdi. Qatlam haqida xabaringlar bor. Her kuni yurakni tilg'aydigan xabarlar o'qilib turadi, uqilib turadi. Lekin siz bularni uqibli qo'ysiz, anglabli qo'ysiz xolos. Ta'riflay olamsiz, ta'bir bera olamsiz, analiz qila olamsiz, orqasida nima bor ko'ra olamsiz. Mana bu kitobni o'qisangiz, xabaringiz bo'lganlarning bakmi yetishsizligini cho'qim his qilmay qolmaysiz. Shug'unisi buni tushungidek umoch bo'lsa. Ziyoliligi bek ko'p. Hech kimni posh demaydigan bilarmanlar. Qani umichingiz bo'lsa, buni o'qib beqing. Tushunib beqing. O diplom bilan o'lchanmaydi bilimdorlik. Burunma deb o'tganimdek, diplom 6 dona imtihon savoliga javob berish bilan beriladigan narsa o. O 6 savolga boshqa hech narsani bilmaydigan bir odam faqat shu 6 savolning javobini yodlab olgan bo'lsa-mu, beriladi degan gap. Shunga o bilimni o'lchaydigan bir o'lcham emas o. Yüzünü ziyali çağlap qolgan bilarman qarqosaqlar bu kitobni o'qib o'zini dansab baqsa bo'ladi. Chunki bu bir ilmiy tadqiqot mahsuli bo'lish ustida tushunish uchun albatta ma'lum madaniyat asosi talab qiladi. Lekin shunisi bor. O'zimizning bir mutaxassis maydonga kelib, bir ilmiy emgak yaratgan bo'lsa, ichimizdan uni tushungidek odamga chiqmasin, o'qug'idekmi odam chiqmasa, buningga nima degilik? Yig'liqlikmi, kulgulikmi? Qarindoshlar. Tushunmaydiganlar bir kechada tushunadigan bo'lib qolmaydi. Tushunishmi o'qish orqali, o'qiverish orqali bo'ladi. Shunga bu kitobni chuqur o'qib ko'rishinglarni kuchli tavsiya qilaman. O'tinib so'rayman qarindoshlar. O'zinglarning taqdiriga munosabatlik büyük bir ish. Millatning yo'qolishiga ekitib bo'lgan büyük bir qatlam haqidagi bayon, analiz, xulosa qarindoshlar. Mushunda bir kitobni o'qib qo'ymasak, yana nima qilamiz endi biz? Bu mening bugun asoslik qilib tanishtirdiğim. Endi yana bir kitobni tanishtiraman. Bu yana bir kitap ya mustaqillik ya o'lim degan kitap. Bu kitobning muhimligi shu mavzusida qarindoshlar. Chunki bugungi mustaqillik davosiga salqin qarayotganlar nihoyat nurg'un. Tabii buning da Xitoylarning roli bor. Buni cho'qim Xitoyparastlar, Xitoyning ayg'oqchilari, yaloqchilari, ko'tamichilari. Ammo yana bir muncha ongsiz xalqimizmi tarafdorlik tufaylidan shu munofiqlar, chunki ularning nazarida munofiq emas u, uning ta'siriga uchraganligi va uning tarafdor bo'lganligi uchun mustaqillikqa salqin qarab kelyapti. Uning uchun bu kitobning mushu ismida chaqnab turgan mazmun aytdim. Ya mustaqillik ya o'lim qarindoshlar. Bu kitob bir qism qarindoshlarga tanishliq. Chunki bu yerda tanishtirilayotgani yangidan to'liqlangan nashr bo'lsa-mu, aslida bu kitob 2000-yili nashr qilingan. Bu asl nusxasini Kamina qarindoshlar
kompüterga ağan ve tahrirlengen. O çağda kompüterlarda Uygurca yazış hali kıyım bir meseleydi. İki xilli Uygurca kirgiziş detalımız var idi. Biri Teklemkan neşriyat işletken, DOS muhitida işleydigan bir programdı. Teklemkan Uygur neşriyatının şu zamanlardaki kitaplarının hemmesi aşı DOS muhitida işleydigan programda yazılgan. Yana biri mendiki Windows 3.1 deydigan iptidai Windows'ның Uygursoft tarafından tercüme kılınan Uygurca nüskası idi. O fakat Mendel'le var idi. Onun birli xet nüskası var idi. Bu xet nüskası da hatalama hali köp idi. Bu kitapның aşkonu neşri şu Windows 3.1 da mening tarafımdan yazılgan. Yani kompüterga elingan. Apturi izchiman. Men aptur emas. Mana şu kitap bu qitim aptur tarafidan yeni mazmunlar bilan beyitilgan yeni nusxasi. Teklemkan Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilinibdi. Bu kitap aslida yıllar avval vatan ichida keng ko'lamda tarqalgan ve kişiler bunun da oturup koyulgan Xitay qo'g'lash usullarini amaliyleştirgen bolsa bek obdan bo'latdi ve Xitaylar vatanimizda bugünkidek ko'paymagan bo'latdi. Nayt afsuski kechikib uyg'onganligimizni hammamiz bilamiz. Pushaymonlarimiz tariximiz bo'yicha takrorlangandek bu jihatdami takrorlanyotidi. Andın bu kitapның dunyoga kelish jarayonimi xeyli murakkab. Beşiğe gelgen kısmetlerimi köp bu kitapның. Şunda olsunmu bugün bu kitap toluqlanıp, bu kichkina bir kitap, bugün bunda yoğun bir kitap bo'lib, hazırki chiroyli xat nusxalarimizda qayta nashr qilinibdi qarindoshlar. Bu kitaplarni o'qib qo'yinglar qarindoshlar. Okumay turib molla o'g'ini olmaydi. Haqni tunish uchun o'qiylik qarindoshlar. Özümüzni tunish uchun o'qiylik qarindoshlar. Erta nima qilishimizni bilish uchun o'qiylik qarindoshlar. Mening bugungi sizlarga tavsiya qildiganim mana shu. Xayr xo'sh, Allohga emanet.